Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi aziz qarindoshlar. Ro'za itinglarga muborak bo'lsin. Biz bugun xalqimiz tabrikleyolmaydigan yana bir hayitni o'tkazib o'tamiz. Eng aqalli insoniy huquqlar deb sanda qilingan xalqimiz o'z vatanida Ramazonni muborakleyolmaydi. Ro'za itni qutlayolmaydi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar 30 kun Ramazon mezgilida vatandagi mazlum qarindoshlarni duolarida yod etib suhurliq yedi. Erkinlikka zor bo'lgan, ruhi chanqagan qarindoshlarni yod etib turib ro'za tutdi. Vatanimizga shundaqla yo'riqlikqa tashna xalqimizga ozodlik tilab turib iftor qildi. Dunyoning ko'plagan joylaridagi masjidlardan Uyg'urlarning ozodlik uchun duolar yuksaldi. Murini muriga taraf o'qilgan namozlar bilan Uyg'urlarning birlik ittifoqligi texmi kuchaydi. Bütkül Ramazonda tilangan tilaklar, o'qilgan duolar xalqimizning erkinligi, vatanimizning ozodligi uchun bo'ldi. Ramazon Uyg'urning ruhini texmi pok va kuchli qildi. Xitoyning eng qo'rqidigini va yo'qotmoqchi bo'lgani mushu yengilmas Uyg'ur ruhi edi. Demak, Xitoy bizni yo'qotolmaydi. Xitoy hargizmi maqsadiga yetolmaydi. Biz xalqimiz uchun bo'shashmasligimiz kerak. Biz bo'shashmasak, xalqimiz umidsiz bo'lmaydi. Biz bugun mazlum xalqimiz uchun ro'za itni tabriklaymiz. Millatimizga vakolatan itni qutlaqlaymiz. Biz cho'qim o'z davlatimizni qayta qurib chiqamiz. O'z tuprog'imizda xo'shal yashab, o'z uyimizda xotirjam ko'z yumamiz. Alloh bizni murod maqsadlarimizga yetkazsin. Aziz vatanimizni, mazlum xalqimizni o'z panohida saqlasin. Aziz xalqimizning ro'za iti muborak bo'lsin.